Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum YouTube ixlosmandlari, hurmatli aziz obunachilar va kitob mutolaa qilishni sevuvchi do'stlar. Hammangizga muborak Ramazon oyi qutlug' bo'lsin deb so'rab qolamiz va ro'za tutgan ro'zalaringizning ajrini Allohim ziyodi bilan bersin deb so'rab qolamiz. Va biz ozgina ijodiy chekinishdan so'ng yana bir bor obunachilarning iltimoslariga binoan qissamizning ya'niki 8-bobini o'qib eshittiramiz. Kamchiliklarimiz bo'lsa oldindan uzr so'raymiz. Aziz boshingiz omon va yo'llaringiz ravon, doimo Yaratganning panohida bo'lingiz. Boshladik. Nasroniy Atirguli, Adiba Amina Shenlikova. 8-bob. Villamiz ayvonida kitob o'qib o'tirganimda Samira opa keldi. Qichqira meni haqorat qila boshladi. Sen adashgansan, sen dinimizga xiyonat qilding. Uyalmasdan qizimni ham qo'lga olibsan. Undan jahlim chiqmaydi. Qattiq gapirmayman deb ahd qilgandim. Qon quyidirish e'tiqodimga dars ketkizgan bo'lsa-da, men hamon o'zimni o'sha dinda deb sanardim. Samira opa g'azabini sochishda davom etdi. Ustinglardan politsiyaga shikoyat qilaman. Ko'rib qo'yasizlar. Bu yakshanba ko'rsatib qo'yaman sizlarga. Johil ayol nimalar deganini bilmasdi. Unga qattiq gapirish bizga yarashmasdi. Men xushmuomalalik bilan javob qildim. Unaqa demang Samira opa, biz haq yo'ldamiz. Nega bizdan jahlingiz chiqyapti bilmayman. Avval dinga beparvoligimizda bizni koyimasdingiz-ku. Endi sizga nima bo'ldi? U meni haqorat qilardi. Men unga iltifot qilardim. Asablari qaqshardi, og'ziga kelganini qaytarmasdi. Birdan telefon jarangladi. Guldering qo'ng'iroq qilayotgandi. Politsiya mahkamasidan qo'ng'iroq qilayotgan ekan. Ovozi vahimali edi. Jamila, hoziroq bu yerga kel iltimos, men politsiya idorasidaman. Kelayotganingda Allohga taslim bo'lish aslida nima degani degan kitobni ham olib kel. Menga juda kerak bo'lyapti dedi. Politsiya idorasiga borganimda Guldering komissarning ro'parasida ham yig'lar ham gapirardi. Men o'z yurtimda o'z dinimni anglata olmayman. Meni darrov politsiyaga olib ketadi. Lekin bular mutlaqo erkin harakatlanadi. Bizning xos qarorgohimiz yo'q deyishadi-yu, borgan joylarini qarorgoh qilib olishadi. Lekin men dinim bilan bog'liq ikki og'iz gapni ham gapira olmayman. Bu qanaqasi komissar bey? Bu qanaqasi? Bu o'lka bizning yurtimiz emasmi? Bu ayriliqqa yana qancha chidaymiz va qancha chidashimiz kerak? Komissar qattiq ohangda mavzudan tashqari savol berdi. Sen qanaqa dindorsan o'zi? Boshingga keting ochiq. Dindorman, musulmonman deysan, avval boshingni yopib olgin, xo'pmi? Guldering yonoqlarini yuvayotgan ko'z yoshlarini artayotib so'radi. Sizning ayolingiz va qizingizni boshi yopiqmi? Yo'q, nima aloqasi bor buni? Xo'sh, ular dinsizmi? Ahmoqona gaplarni yig'ishtir qiz. Nega dinsiz bo'lishar ekan? Mening uyimda Allohni tanimagan odam yashamaydi. Sen mening kimligimni bilmaysan-chi o'g'il? Xo'p, siznikilar ochiq bo'lishsa-da dindor bo'lishadi-yu, men bo'la olmaymanmi? Buning ustiga men ro'molni inkor qiladigan johil ziyolilardan emasmanki, dinsiz bo'lsam. Inshaalloh bir kuni men ham o'ranaman. Lekin sen dinchisan-ku, qizim. Dinchi degani o'rangan bo'ladi. O'rangan bo'lganimda men bu yerga olib kelmasdingiz, janob. Komissar bu savolga hayron qoldi. Nima aloqasi bor buning? Komissar yuzini burishtirib menga qaradi va so'radi. Bu kim? Dugonam? U ham dinchimi? Ha, lekin Turkiya Jumhuriyati qonunchilik ijro va sud tizimi tomonidan iltifot ko'rgan dinchi. Hatto ayrim ommaviy axborot vositalaridan ham komissar o'rnidan turdi. Tushunmadim. Nima? Bu qiz ham dinchi, lekini shuki bu qiz ham dinchi va missioner. Aslida siyosiy xavf bunda bor. Lekin u emas, biz ayblanamiz. Men ular ham ayblansin demayman, lekin hech bo'lmasa bizda ham ular kabi erkinlik bo'lsin deyman. Biz ham bu yurtning farzandimiz-ku. Ko'zlarini qisib gapiradigan komissar so'radi. Sening erkingni kim cheklayapti? Guldering komissarga uzoq qarab turib javob qildi. Kulgimni qistatdingiz komissar bey. Men hozir nega bu yerdaman?
Komissar yuzlarini burishtirib baqirdi. Odamlarning eshigiga borib ularni bezovta qilar ekansan-ku. Uyga kirishmasa majburan kiribmanmi? Ha, o'sha uydagi qiz shunday dedi. Shuning uchun shaxsiy mulkka tajovuz qilishda ayblanib 7 yilgacha qamoq jazosi berilishi mumkin. Bundan dunyoyim alg'ov-dalg'ov bo'lib ketdi. Yo'q, dugonamni qamay olmaysiz. Komissar masxara qildi. Yo'q, buyrug'ingiz bosh ustiga xonim. Modomiki siz shunday desangiz, unda qilmay qo'ya qo'yaylik. Sen og'zingni o'chir, xo'pmi? dedi va dag'al ohangda komissar. Gulderin qo'limdan kitobni olib, orqa muqovani ochdi. Marhamat komissar bey. Iyig va shohidlarining davlat himoyasida emasligini aytdingiz. Shu yerini o'qib ko'rasizmi? Komissar Mete Surining Allohga taslim bo'lish aslida nima degani nomli kitobini Gulderinning qo'lidan tortib olib, ko'rsatilgan joyini o'qiy boshladi. Iyig va shohidlarining Turkiyadagi huquqiy holati, iyig va shohidligi Turkiya aholisi reyestriga o'tkazilishga qaror qilingan rasman tan olingan din. Istanbul Cumhuriyatining 20-bobi fuqarolik ishlari bo'yicha sudining 2885 raqamli qarori, Oliy sud og'ir jazo va harbiy huquq sudining qarorlari bilan iyig va shohidlari faoliyatida jinoiy harakatlar yo'qligi aniqlandi. Oliy apellyatsiya sud bosh assambleyasining qarori orqali 1979-yil qaror bilan iyig va shohidlarining diniy faoliyati qonun bilan himoya qilinishi huquqiga ega ekanligini ma'lum bo'ldi. Qarang, Kassatsiya sudining qarorlari jurnali 3-jild. Musulmonlarga islomga berilmagan haq-huquq iyig va shohidlarga nasroniylikka berilgandi. Komissar yozuvni o'qib biroz taraddudlanib qoldi. U ham hayratda edi. Obbo, men bunchalik ekanini bilmasdim. Demak, ular istaganicha diniy faoliyat ko'rsatish huquqiga ega ekan-da. Gulderin qat'iy lekin biroz siniq ohangda so'zlardi. Men bizga bulardan ortiq berilsin demayman. Xuddi ularga berilgan huquq bizga ham berilsin. Mening dinim davlat himoyasida emasmi? Kechagina paydo bo'lgan din faoliyat ko'rsatish huquqiga ega-yu, biz bu huquqdan mahrummizmi? Shu narsa menga alam qiladi. 7 yil ekan-ku, 70 yil qamoq jazosiz berilsa-da, men bu fikrimni himoya qilishda davom etaman, janob. Yana aytaman, davlat ularni qabul qilmasin, ularni himoya qilmasin demayman. Ularga berilgan huquq menga ham berilsin deyman, xolos. Komissar qoshlarini ishqalab biroz o'ylanib qoldi. Demak, shunaqa degin, yeguvachilar istaganicha faoliyatini yurgizadi. Sizlarga esa bu huquq berilmagan. Men dinchi emasman, lekin Gulderin uning so'zini bo'ldi. Siz dinsizmisiz, janob? Menga qara, men bilan unaqa ters gaplashma, asabimni buzayapsan. Men dinsizga o'xshaymanmi? Dinsizlik qiyofadan emas, fikrlardan ko'rinadi, janob. Bizga dinsizlar qo'yib olgan laqab bilan murojaat qilyapsiz. Shuning uchun so'ragandim. Dinchi nima degani? Biz musulmonmiz. Musulmon deyish shunchalik qiyinmi? Demak, sizlar dinchi so'zini xushlamaysiz. Xushlaydigan jihati yo'q-da, chunki bu laqabni bizga dushmanlarimiz yopishtirgan. Yaxshi gap bo'lsa bizga laqab qilib qo'yisharmidi? Mayli, mavzuga qaytaylik. Demak, bu yurtda nasroniylar dinini istagan holatda targ'ib qilish huquqiga ega, shundaymi? Ha, janob. Shunday. Mayli, bo'lsin, lekin bizda ham bo'lsin deyman. Komissar o'rnidan uchib turdi va stolga bir musht tushirib davom etdi. Unda sening ham haqqing bor, tushundingmi? Islom dini ham davlat himoyasida. Qani bor, qayerda dinni targ'ib qilsang qil, faqat qonunlarga qarshi biror nima qilma. Otaturkni yomonlab biror so'z dema. Komissar quloqlarigacha qizarib ketgandi. To'g'risi men ham juda sevindim. Musulmon bo'lsam ham Gulderinni juda yaxshi ko'rardim. Gulderinni qamoqqa tushishini hech istamasdim. Bir necha soatdan keyin Gulderin qo'yib yuborildi. Men ham yengil nafas oldim. Politsiya idorasidan chiqqanimizdan keyin birinchi ishim undan hech kutmaganim bu xatti-harakatni so'rash bo'ldi. Gulderin, sen sotqinlikka o'tding. Bunaqa xoinlik senga yarashmaydi. O'zing ham buni yaxshi bilasan, to'g'rimi? Bu orada katta ko'chaga o'tgandik. Ko'cha gavjum edi. Odamlar taksi kutardi. Biz ham ularning orasiga qo'shilib kuta boshladik. Gulderin javob qildi.
siz noqonuniy maxfiy tashkilot emassizlar-ku, sizlarni aytganim qanaqasiga xoinlik bo'ladi. Sizlar qonuniy tashkilot, rasman tan olingan diniy tashkilotsizlar. E'tibor bilgan bo'lsang, men ham sizlarga berilgan erkinlikni istayman. Sir tutganlaringizni hech birini gapirmayapman. Mening ham haqqim bor deb o'ylayman. Yarqiragan narsa nur emas. Nihoyat biz kutgan kun keldi. Filiz ustoz hali kelmagandi, lekin kelishi kerak. Tadqiq kunimizda yangi qatnashuvchilar bor. Chamasi bugun 8-10 chog'li odam bo'lishi kerak. Oynurni ham taklif qildik. U ham oramizda bir burchakda indamay o'tirgandi. Tarkan Filiz ustozning kelishini bilar va bundan biroz behalovat ham bo'lgandi. U dinchi nega keladi? Kelaversin, bizdan balki unga ham foyda bo'lar dedi Laylo. Unda nega haligacha kelmadi? Kelib qolishadi, Gulderin olib ketgandi. Gulderin bilan Filiz ustoz eshikda turgandi. Filiz ustoz ichkarida erkak-u ayol aralash o'tirganini ko'rib biroz xushlanmadi. Bunday yig'inlarga odatlanmagan edi, lekin ma'naviy kurashdaligi uchun holatini sezdirmaslikka urinib o'ziga ko'rsatilgan joyga o'tirdi. Hammamiz unga yaxshi muomala qildik. Hurmatni o'rniga qo'ydik. U ham jimgina yumshoq o'rindiqda o'tirdi. Tadqiq darsini Layloning tadqiqchisi berish kerak edi. Qoidaga binoan tadqiq Injildan boshlanmasdi. Kichik kitobchalar bilan odamga ta'sir o'tkaziladi, fikrni o'zgartirishga kirishiladi. Bu bilan unga tushunchalar beriladi va so'ngra Injilga o'tiladi. Bugun ham Allohga taslim bo'lish nima degani nomli kitob bilan tadqiq boshlanardi. Bu orada Ismat Devona kelib qolsa-da, nega kelganiga hayron bo'lib, hatto bundan behalovat ham bo'ldik. Laylo hamon tashqarida chaqirib unga nimalardir dedi. Men nigohlarim ostidan ularni kuzatib turdim. Biroz g'amgin Layloga nimalarnidir so'zlardi. Nima deganini keyin bilib oldim. Devona bo'lganim uchun senga zarar yetkazishimdan qo'rqayapsan. Aqlni yo'qotganlar zarar beradi deb o'ylaysan. Esingda bo'lsin, bu zamonda aqli yo'qdan emas, aqllilardan zarar keladi deb. Juda chuqur ma'noli so'zlar. Bu qanaqa devona? Hech bila olmadim. Tadqiq yig'inimizga bir muhandis ham qo'shilgandi. U mushriklardan edi. Bizni yaxshi ko'rar, lekin dinchilar deya musulmonlardan nafratlanardi. Filiz ustozni ko'rganda uning yuzidagi ifodani kuzatdim. Aslida kuzatishning keragi ham yo'q edi. Gazeta sarlavhasida boshqa harflar bilan katta-katta qilib basharasiga yozib qo'yilgandi. Uni o'qimaslik mumkin emas edi. Shivirlab mendan so'radi. Bu asobbuzar bu yerda nima qilyapti? O'rtog'im taklif qildi. Taklif qilishga boshqa odam topolmabdimi? dedi qosh qovog'ini osib. Javob qilmadim. Ko'p o'tmay tadqiqchimiz kitobni o'qiy boshladi. Allohga taslim bo'lish aslida nima degani? Adolatni sevasizmi? To'polonlar, ayriliqlar, dushmanliklardan, qon to'kilishidan nafratlanmaysizmi? Ayrim kishilarning din, irq, sinfiy jamiyat, yosh yoki jinsiy jihatdan boshqalardan o'zini ustun sanashi sizni xafa qiladimi? Hamma qardosh, birodar birga yashashidan xursand bo'lasizmi? Agar bu savollarga javobingiz ijobiy bo'lsa, bu kichik kitobda muhim nuqtani ilg'ay olasiz. Bugun odamlarning do'st, birodar bo'lib yashamayotganini aytishning hech keragi bo'lmasa kerak. Qo'shnilaringizni yoki birga ishlaydigan jamoadoshlaringizni oling. Ularning nechtasi chindan ham halol, qalbi toza deya olasiz? Necha kishiga ishona olasiz? Ularning soni ko'p emasligi aniq. Qorong'u tushganida ko'chada yolg'iz o'zingiz qo'rqmasdan yura olasizmi? Eshigingizni qattiq qulflamasdan yotish xayolingizga keladimi? Odamlar shunchalik iztirob chekar ekan. Butun boshli xalqlar qanday ahvolda? Ijtimoiy muammolar borgan sari ortib borayotgan bir paytda bir nechta siyosatchi boylik va shuhrat qozonish uchun bir-birlari bilan olishmoqda. Millionlab kishilar ochlikdan o'layotganida davlatlar qirol uchun misli ko'rilmagan miqdorda pul sarflashyapti. Bu orada ko'pgina davlatlarning iqtisodiyoti izdan chiqib ketmoqda va odamlar kelajagidan xavotir olyapti. Tadqiqchimiz 4-moddaga o'tmasdan Ismat Devonani ovozidan cho'chib tushdi. Iltimos, Jamilani qo'yib yuboringlar deya tashqarida baqirardi.
Hamma menga qaradi. Uyalib ketdim. O'zimni eshitmaganga solib iltimos qildim. Bir jinni deb darsimizni buzmaylik. Tadqiqotchi 4-moddani o'qishga davom etdi. 4 haqiqatdan ham insoniyat tarixining eng murakkab davrida yashayapmiz. Mulohazali kishilar bu haqiqatni juda yaxshi biladilar. O'tgan davr mobaynida ikki yozuvchi zamonaviy dunyoni ayrim muomalalari, qurol-yarog' ishlab chiqarish musobaqasi, iqtisodiy inqiroz, aholi ko'payishi, tabiiy resurslarning kamayishi, texnikaga mutaxassislik, noto'g'ri ovqatlanish, atrof muhit ifloslanishi va tabiat muvozanatining buzilayotgani xususida tadqiqot o'tkazishdi. Izlanish natijasida kitob holiga keltirib unga quyidagicha nom berdilar. Dunyo cho'kayaptimi? Sezar Duru, Urxon Duru tomonidan 1975-yil Istanbulda chop etilgan. Yuqorida ko'rsatilgan muammolar yechimi uchun insonlarning xatti-harakatlarida qaratilgan izohga diqqat qiling. Tinimsiz tinchlik baxt oldindagi yaxshi kunlar, ertangi o'qiyotgan mas'ul shaxslar yaxshi niyatlarini aniq misollar bilan isbotlamaydilar. Bir kuni Buxarestda butun jahon aholi konferensiyasiga yig'ilishadi. Boshqa kuni Rimda dunyoni ovqatlanish muammolari bag'ishlangan tadbir o'tkaziladi. Boshqa kuni Stokgolmda atrof muhit ifloslanishiga doir majlis bo'ladi. Bu yig'ilish va konferensiyalarning barchasi Birlashgan Millatlar Tashkiloti tomonidan tashkil qilinadi. Shunday ekan, bu muammolarning haqiqiy yechimi bo'lishi kerak. Lekin aksariyat hollarda bu yig'in va konferensiyalar turli xil ijtimoiy, siyosiy, ilmiy nuqtai nazarlar, fikrlar to'qnashuvi maydonida aylanadi. Bu o'ylarga hamfikrmisiz? Olimlar ham niyati yaxshi bo'lsa-da, kam hollarda muvaffaqiyatga erishadilar. Go'yoki ko'rinmas bir qo'l yaxshi niyatlarga to'siq bo'ladi va bu orada dunyo borgan sari yomon ahvolga tushib ketyapti. Bugunning muammolariga yechim topa olmayotganingizning asl sababi nima? Hamma hayajon bilan birinchi bo'limda yozilganlarni eshitib turdi. Shunday go'zal, o'rinli va aniq tadqiqotga Filiz ustoz nima ham deya olardi? Tadqiqotchimiz so'radi. Shu yergacha bir e'tiroz bildiradigan bormi? Hech kimsadan sas-sado chiqmadi. Mushrik muhandis ismi Melih edi. Ming'irladi. Ajoyib tadqiqot. So'ngra Filiz ustozga yuzlandi. Sizningcha biron yanglish bormi? Men ham hayajondan qaltiray boshladim. Filiz ustoz nima deydi? Qanday munosabat bildiradi? Bosiqlik bilan javob qildi. Shu yergacha bo'lgan tadqiqotlar g'oyatdan o'rinli. Biz ham shunday gaplarni gapiramiz. Bizni ajratib turgan jihat yechim uchun berilgan tavsiyalar va kimning tavsiyasi to'g'riroq ekanida. Ya'ni dunyoni qanday formulada tuzatish mumkinligi borasida, zero bu muqolaga yaxshi o'xshagan fikrlarning bizning kitoblarimizda ham bir necha marta chop etilgan. Tadqiqotchimiz o'z fikrlari bilan yana biroz uzoqlaganidan so'ng o'sha kitobni muvaffaqiyatsizliklarning sababi nomli bo'limini o'qish uchun yana kitobni qo'liga oldi. Men hayratda edim. Bir musulmon nasroniyni maqolasini yaxshi deb tasdiqladi. Bobomni esladi. Nasroniy yoki boshqa dinga e'tiqod qiladiganlar nima qilsa qilsin, bobomga xush kelmasdi. Ular nima qilsa yomon bo'lardi. Ular kofir, unday bo'lsa ularning ishlari ham noto'g'ri, lekin Filiz ustoz bobomga o'xshamasdi. Men xulosaga shoshilmayapman. G'olibo ko'raylikchi. Oldindan ahvol qanday kechadi? Tadqiqotchimiz yana o'qishga tushdi. Muvaffaqiyatsizliklarning sababi, aytaylik, ko'ylak tiktirish uchun o'zingizga yoqqan matoni olib tikuvchiga boryapsiz. Tikilgan libos ustingizga o'tirmayapti. Chevar chokning omadsiz chiqqaniga matoni sifatsizligini vaj qilib ko'rsatadi. Yangi mato olib bu gal tikuvchi xohlagan sifatli matoni olib yana o'sha tikuvchiga boryapsiz. Lekin tikilgan yangi libos ham yana ko'nglingizdagidek emas. Muammo matoda emas, tikuvchining o'zida ekanini anglab yetish uchun yana necha marta o'sha tikuvchiga borasiz. Shu joyida tosh qayerga otilganini Filiz ustoz anglab Gulderenga qaradi. Men ularga qarab turardim. 8-sahifaning oxirigacha kelgandi. Tadqiqotchimiz davomini o'qiyotganda Muso shunday ogohlantirdi. O'zingga but sanam yasamagin. Istar istamas oramizda o'tirganlardan biriga ko'zim tushdi.
Tadqiqchimiz davom etdi va ularga ibodat qilmaysan. Filiz ustoz so'z navbati so'radi. Kechirasiz, maqola juda uzunga o'xshaydi. Shuning uchun oxirini kuta olmayman. O'zing izningiz bilan bir narsa so'ramoqchi edim. Tadqiqchimiz juda nazokatli edi. Xushmuomalalik bilan javob qildi. Albatta, marhamat. Men shu yergacha shularni tushundim. Mamlakatni boshqarish Allohning qonunlari bilan bo'lishi kerak demoqchi. Qolaversa tikuvchi misolida ko'rsatilganiday bugunga qadar tushirilgan dinlar dunyoni yaxshi boshqara olmayotganiga shama qilgan bo'lsa-da, oldinda ham shu mavzuga qaytiladi. Men bu kitobni avval ham o'qigandim. Shu jumladan Qur'ondan foyda yo'q. Agar Qur'on yaxshi tikuvchi, boshqaruvchi bo'lsa, dunyo shu holatga tusharmidi demoqchi. Adashmadimmi? Tadqiqchim javob berdi. Ha, shunday, siz unday deb o'ylamaysizmi? 1400 yildirki dunyoga Qur'on hukmronlik qiladi. Hamma diqqat bilan ularni eshitar ekan, Oynur gapga qo'shildi. Kechirasiz, aralashmoqchi emasdim, lekin Mete Suyer birodar bunday deyishdi. Butun dunyodagi g'ala-g'ovurga Qur'onni aybdor qilishi mumkin emas. 1400 yil oldin tushirilgan Qur'onni bugungi muhit uchun javobgar qilish aqlga sig'maydi-ku. Qolaversa, birodar Mete Suyer bunday demaydi, deya olmaydi. Iltimos, o'qiganlarimizni to'g'ri tushunaylik. Filiz ustoz davom etdi. Lekin Qur'onni bilamiz deganlar Qur'onga hech quloq solishmadi-da. Ayb Qur'onga itoat qilmaganlarida. Bu qarashingiz to'g'ri emas. Qur'on insoniyat dardiga darmon bo'lsa edi, insoniyat bu holga tushmasdi. Mana islom dunyosini ko'ryapsiz. Razolat boshdan oshgan Filiz ustoz hech kutilmagan savol bilan go'yoki o'rtaga bomba tashladi. Xo'sh, unda aytinglar, 2000 yildan beri Injil bilan boshqarilayotgan mamlakatlar nega adashib uloqib ketdi? Bu yurtlarda nega tajovuz, zo'ravonlik haddan ortib ketdi? Nega qotilliklar daqiqa sayin ko'paymoqda? Har bir daqiqa bir jinoyat ro'y bermoqda. Bu holatda foyda bermayotgan narsa Injilmi? Boz ustiga 4 kitobdan iborat holda 4 ta Injil ham birgina Qur'on bilan ayni chiziqda aylanyaptimi? Hammamiz bir-birimizga qarardik. Tadqiqchimiz sovuqqonlik bilan Isoning Allohning yonida ekanini uzoqladi. Filiz ustoz ham savolda davom etdi. Iso uchun, Alloh uchun bu ish shunchalik qiyinmiki 2000 yildan beri ishlarini bitirib yerga tushishmadi. Mening e'tiqodimga bo'lmaganini so'rayapman. Albatta tushungandirsiz. Ya'ni aytmoqchimanki, dunyoning bu holga kelishiga na Injil na Qur'on aybdor. Hatto gapirmaylik. Tadqiqchimiz izohladi. Yo'q, siz noto'g'ri tushundingiz. Injilni soxtalashtirdilar. Yanglish izohladilar demoqchi edim. Isoni Alloh deyishdi. Injilning qoidalariga rioya qilinmadi. Butlar yasadilar. Din kishilari manfaat ortidan quvdi. Nasroniy dunyosi Injilga quloq solmadi. Uning oqibatini yaxshi bilib turibsiz. Filiz ustoz so'radi. Xo'sh, biz Qur'on tarafdorlari Qur'onni eshitmaganlari uchun shu ahvolga tushdi desak, qabul qilmaysizda. Injilga kelganda nega bunday deyapsiz? Dorixonadagi dorini ichmay turib kasallar qanday shifo topsin? Bu qoida sizni doringizga to'g'ri keladi-da. Bizning dorimizga to'g'ri kelmaydimi? Juda o'rinli savol tashlandi. Ha, men ham hech o'ylab ko'rmagan ekanman. Chindan ham dunyoni buzilishiga sabab qilib Qur'onni ko'rsatardik. Mayli-da, bu orada 5000 yillik Tavrot, 2000 yillik Injil qayerda edi? Nega bular dunyoni asrab qola olmagandi? Bizga Injil kecha tushirilganday izohlanardi. Nega bu uslub qo'llanilardi? O'rinda berilgan bu savol miyamni uyg'otib yuborgandek bo'ldi. Bu gal to'satdan oldingi savollarni ham esladim. Tadqiqchim juda chiroyli izohlar keltirishga urinardi, lekin hech qaysini Filiz ustozning savolini to'ldirmasdi. Filiz ustoz davom etdi. Islom, Injil va Tavrotni quvvatlovchi o'laroq tushirilgan din hisoblanadi. Sizlarda bo'lgan narsalarning ko'pi bizda ham bor. Islom dumaloq halqaning oxirgi va yakunlovchi qismi hisoblanadi. Aytmoqchimanki, siz islomni yaxshiroq bilganingizda hozirgidan boshqacha nazar bilan qaragan bo'lardingiz. Musulmon bo'lmagansiz ham Qur'onni bunday haqorat qilmagan bo'lardingiz. Tadqiqchi kitobni but sanam yasamaysan, ularga egilmaysan degan buyrug'ini yana bir bor o'qidi. Bu orada me'mor Melih e'tiborimni tortdi. But sanam yasamaysan va ularga ibodat qilmaysan degan
ogohlantirishlarda Melihbey boshini sarak-sarak qilardi. Qoshlarini chimirardi. Gulderen bilan ko'zlarimiz to'qnashganda u meni kuzatib turganini sezdim. Filiz ustoz savollaridan u ham mamnun bo'lgandi. Tadqiqchimiz Nasroniy Meti Suyerning kitobini o'qishda davom etdi. Isoning yaqin do'sti va kuzatuvchisi bo'lgan Yuhanno o'z davrida Tangriga sig'inganlariga shunday deydi: "Ey kichik bolalar, o'zingizni butlardan asrang." Muso va Isoning do'sti Yuhannoning aytganlari bilan Nasroniy ekanligi iddao qilinayotganlarning orasida farqni ko'ryapsizmi? Qolaversa bu asarlardagi katta urushlarning aksariyati Nasroniy mamlakatida boshlanganiga, Nasroniy va nasroniy bo'lmagan yurt orasida yuzaga kelganiga e'tibor qildingizmi? Shu o'rinda salib yurishlari va 30 yillik urushni olsak, birinchi musulmonlarga qarshi shiddatli hujum edi. Boshqasi esa nasroniy ekanligini iddao qilinadigan millatlarning bir-birlariga qarshi shiddatli qirg'in baroti ediki, Iso hech qachon bunday qilmagan bo'lardi. Shubhasiz rostgo'y musulmon bu holatlarni ko'rib, oramizda qancha musulmon chindan ham Allohga taslim bo'lgan ekan, deya savol beradi. Yoxud dindoshlarimizning xizmati uchun pul olishlari yaxshimi? Filiz ustoz yana so'z oldi va xuddi o'sha uslubda so'radi. Metibeyning tadqiqotlari o'rni kelganida juda ham yaxshi. Boshida musulmon yurtlarini urushni Qur'onga to'nkaydimi deb o'ylagandim. Agar shunday qilsa, g'arbdagi nasroniy davlatlarining bir-biriga qanday kunlari ko'rsatayotganini eslab, ularni aybdori Injilmi demoqchi edim. Tushundimki, Metibey bunday demoqchi emas. Barmoq ishora qilayotgan joyga emas, barmoqqa qaragan ekanman. Faqat meni boshqa narsa qiziqtiryapti. Imomlarning pul olishi tanqid qilmoqchiga o'xshadi. Menga siz iyig va shohidlari yaqinlargacha butun dunyoga tekin kitoblar tarqatardingiz. Endi ko'p tanqidlarga uchraganingiz uchun biroz pul olyapsiz yoki kitobni omonat beryapsiz. Men ham kitob tarqatishni istayman, lekin kitoblarni tekinga ola olmayman. Sizlar gazeta sahifalarida e'lon berib, tekinga Injil tarqatasizlar. Men tarqata olmayman. Masalan, men Qur'on o'rgatuvchi o'qituvchiman. Ertalabdan kechgacha bolalar bilan shug'ullanishim, dars o'tishim kerak. Namoz suralari, namoz duolari bor. Sizlarda namoz bo'lmagani uchun uni o'rgatishga ehtiyojingiz yo'q. Bu holatda men yo o'qituvchilik qilmasligim kerak yoki bir miqdor maosh olishim kerak. Agar maosh olmasam, boshqa ishda ishlashga majburman. Menga Amerikadan maosh kelmaydi. Nojo'ya daromadim yo'q. Bu holatda sizning shartlaringiz bilan bizning holatimiz bir xilmi? Bizda imom bir kunda 5 mahal namoz o'qitishi kerak. Bu imom och qolsinmi? Sizlarda bunday ibodat bo'lmagani uchun imomlik nimaligini bilmaysiz. Qolaversa, albatta odamlarni talash kabi pul yig'ishga hammamiz qarshimiz. Albatta mazhab ayirmachiligi urushlariga rozi emasmiz. Lekin shunday urushlar va mazhab ayirmachiliklari Injilda ham bo'lgan-ku. Buni qanday inkor etasiz? Imomlarimizga qarshi gapirasizlar, haddan ortiq tanqid qilasizlar. Shuning uchun bu mavzuni ko'tardim. Bizga tashkilot xarajatlari sifatida hech qayerdan daromad kelmaydi. Shuning uchun haqni talayotgan badnafs din tujjorlari bilan faqat ishga haq olayotgan yaxshi niyatli kishilarni adashtirmang, iltimos, va shaxslarni aybini islomga yuklamang. Bir qarasam hammamizni munofiqlar bilan bir o'rinda ko'ryapsiz. Qanaqasi o'zingizdagi munofiqliklarni shaxslarga xos, bizdagilarni islom xususiyatlari kabi deb bilyapsizmi? Sizlarda ham bizda ham yetarlicha munofiqlar topiladi. Iso alayhissalom haq olmagan va avval hayolimdan faromush bo'lgandi. Qarang, Alloh Muhammad sallallohu alayhi va sallamga Qur'onda shunday buyuradi: Men sizlardan hech bir ajr haq so'ramadim, bas u sizga bo'lsin. Mening ajrim faqat Allohning zimmasida. U zot har bir narsaga o'zi shohiddir deb aytdi. Saba surasi 47-oyat. Bu oyatga o'xshagan buyruqlar Qur'onda yana ko'plab kelgan. Bunday ko'rinib turibdiki, payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam ham haq olmaganlar. Masala ijtimoiy tusga kirgan sari o'zgarib boraveradi.
Metebeyning dunyoni tahlil qilishi o'rinli va to'g'ri. Milovan Jilas dunyoni butkul o'zgartirishni istagan odam avval uni bexato anglamog'i kerak deydi. Men ham bu mulohazaga shuni ilovaga qilamanki, dunyoni butkul o'zgartirmoqchi bo'lgan kishi uni bexato anglamog'i kerak. Lekin qo'lida Alloh tomonidan tayyorlangan yo'riqnoma bo'lishi kerak. Bu kitobda Metebey din bir jamoa kabi ko'rinmasligi kerak. Odamlar dinlarga obyektiv qaramasligi kerak degan fikrlarni ilgari surgandi. Xuddi shunday men ham qo'shilaman va xuddi shuni sizlarga tavsiya qilaman. Islomni tadqiq qilayotganda shu o'gitni unutmanglar. Xayolimdan faromush bo'lmasin. Shuni ham aytib qo'yay. Biz islomga amal qilish bilan Tavrot, Zabur, Injil va Qur'onga ham amal qilgan bo'lamiz. Buni Moida surasining 68-oyatida ham ko'rishimiz mumkin. Qolaversa, yana bir narsa meni qiziqtiradi. Sizlar dunyoni din orqali boshqarilishini xohlaysizlar, lekin shunga qaramay dindan aziyat ko'rganday qo'rqadigan tizimlar sizlarni ko'klarga ko'taradi. Shu jihatini hech tushuna olmadim. Balki menga buni birortangiz izohlab berarsiz. Garchi mening savollar juda ko'p, lekin sizlarni darsdan olib qo'yishni istamayman. Tadqiqchimiz bu o'qituvchiga haddan ortiq imkon berib qo'ydi. Biroz jahlim chiqayotgandi, lekin bir narsani bilar deb o'yladim. Marhamat, savollaringizni bering, dedi tadqiqchimiz. Tinglovchilarning oldida hijolatli emasmi? Muhandis Melihbeydan boshqa hech kim e'tiroz qilmadi. Tarkan sehrlanib qolgandek edi. Laylo esa Filiz ustozni uncha mensimadi. Men juda ta'sirlangandim. To'g'risi, bir dinchida bunday gaplarni hech kutmagandim. Tadqiqchimiz Filiz ustozga yuzlandi. Marhamat, savollaringizni bering. Avvalgi savollarimga javob ola olmadim. Sizlar din bilan boshqariladigan dunyoni xohlashingiz va buning uchun harakat qilayotganingiz barcha asarlaringizda namoyon bo'lmoqda. Xo'sh, din deganda g'azabi toshadiganlar sizga qanday qilib bunday imkoniyatlarni berishyapti? Ya'ni dunyoviy tizimlar haqida gapiryapman. Sizlarga nega bunday bag'rikenglik qilishadi? Avvalgi davlat rahbarlariga sizlar haqida gapirilganida ular biroz kuchaysin, o'shanda ular bilan shug'ullanamiz. Hozir faqat dinchilarga yo'nalishimiz kerak deganmish. Diniy tashkilot o'laroq sizlar hammamizdan kuchlisizlar. Xurjuningizda bir necha dunyoviy kallalarni ham ko'rsa bo'ladi. Ba'zi prokurorlar bilan yaqindan aloqasi borlar sharofati bilan ishingizni bemalol olib boryapsizlar. Haykaltaroshlar bilan juda yaxshi kelishar ekansizlar. Iso alayhissalom tirik bo'lganida ular bilan bunchalik do'st bo'lmasdi. Muhandisning bu savoldan qattiq jahli chiqib darsni tark etish bilan tahdid qildi. Bu ayolning savollari jonga tegdi. Iltimos, biz bu yerga uni eshitish uchun kelmaganmiz. Tadqiqchimiz eshitmaganga olib Filiz ustozga qaradi. Filiz ustoz jilmayib davom etdi. Ba'zi tizimlar Alloh maqomida tursin deydi. Alloh o'zi yaratgan dunyoning ishlariga aralashmasin deyishadi. Bunday deydiganlarga haqiqatni bilishmaydi. Mayli, men savollarimga o'tay. Mayda narsa bo'lishi mumkin, lekin mening diqqatimni tortadi. Alloh o'z holiga tashlab qo'ygan joy cho'kadi, chiriydi, yo'q bo'ladi. O'zingiz ham buni bilasiz. Dinni davlatdan uzib qo'yish Alloh dunyo ishlarini bilmaydi deganday bo'ladi. Nima deb o'ylaysiz? Shunchalik ham bema'nilik bo'lishi mumkinmi? Hamma Filiz ustozga qaragandi. U so'zida davom etdi. Ruxsatingiz bilan o'qituvchi masalasi bilan boshlanishi ma'qul ko'rdim. O'zingizni ustoz yoki domla degizmas ekansiz. Xo'sh, qilayotgan ishingiz domlaning ishidan yoki popning ishidan farq qiladimi? Har qalay domla islomni, pop nasroniylikni o'rgatadi. Siz ham nasroniylikni o'rgatyapsiz. Hozir qilayotgan ishingiz shu emasmi? Qolaversa Injilda ibodatxona borligi aytiladi. Siz ibodatxona yo'q deyapsiz. Ibodat maskani ibodatxona degani emasmi? Obyektlar ismini o'zgartirish bilan obyektni o'zgartirib bo'lmaydi-ku. Ertaga yana ko'payib ketsanglar, yanada kattaroq maskanlarga muhtoj bo'lmaysizlarmi? Nomini maskan deganingiz bilan u ibodat qiladigan joymi? Sizlar Iso Allohning o'g'lidir deganingiz uchun Alloh Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga shu oyatlarni lutf etdi. Sizlarga aytish uchun bu oyatlar tushirildi. Lekin negadir musulmonlar faqat o'zi o'qiydi-yu, nasroniylarga bu haq so'zlar yetkazilmaydi.
Mana Maryam surasi 88-90 oyatlar. Ular Rahman bola tutdi dedilar. Va tahqiq juda og'ir narsa keltirdingiz. Undan osmonlar parchalanib, yer yorilib, tog'lar qulab yiqilay deydi. Shunga qaramay Allohga ota Iso alayhisalomga o'g'il deyishda davom etyapsiz. Nasroniylar Iso Allohdir deydi. Biz Injilga bunday so'zlar bo'xtonchilar tomonidan qo'shilganiga ishonamiz. Siz Injilda bunday narsalar yo'q deysiz. Xo'p, men shu kitobdan ba'zi jumlalarni oldim. Ularni qisqa qilib o'qib beraman. Taxtdan buyuk biroz ovoz eshitdim. Mana Allohning chodiri odamlar bilan birga va ular bilan o'zi o'tiribdi. Nima demoqchi bu yerda? Qolaversa, mantiqli tadqiqotlar egasi Metebi qalamaga mansub kitobning 56 va 57-sahifalarida insonning Odam alayhissalom va momo Havo taqiqlangan mevadan yegani evaziga xochga mixlangani aytiladi. Nasroniylar xochga mixlangan Alloh edi, odamning gunohi uchun jazolandi deyishadi. Siz esa u Iso edi deysiz. Alloh birovning gunohi uchun boshqa birovni aybdor qilmaydi-yu. Nega Iso alayhissalomga bu azoblar ravo ko'rsin? Qolaversa, Odam alayhissalom va momo Havo gunohlari uchun tovon to'lashdi. Nima uchun haligacha u meva bilan bog'liq gunoh bor bo'lsin? Metibey Iso alayhissalomning hojga mixlanishi biz uchun fidya bo'ldi deydi. Nega biz uchun yoki sizlar uchun fidya bo'lar ekan? Momo Havo va Odam alayhissalom gunohga qo'l urishgan bo'lsa, bizning aybimiz nima? Nega biz tuhmatga qolishimiz kerak? Ularga mevani yeyishi biz aytmadikmi? Aytdikmi? Yo'q, unda bu yerda aqlni ishlatish kerak emasmi? Qolaversa Metibey ham Qur'onni uydirma deydi. Qo'lingizdagi kitobning 56-sahifasiga qarang. Shunday deyilgan. Odam va Iso orasida o'xshashlik borligi Qur'onda ham keltiriladi. Shunday deyiladi. Albatta Allohning huzurida insonning misoli xuddi odamning misoliga o'xshaydi. Oliy Imron surasi 59-oyat. Shu maqolaning davomi Tangrining Isoga ko'rsatgan marhamatini shunday ifodalaydi. Alloh: "Ey Iso ibn Maryam, senga va volidangga bergan ne'matimni esla. Seni muqaddas ruh bilan qo'llaganimni odamlarga beshikda ham, kattaligingda ham gapirganingni esla." Moida surasi 110-oyat. Qur'ondagi 50 dan ortiq oyatda Isoning otasiz tug'ilgani, mo'jizalar ko'rsatgani, hatto o'liklarni tiriltirgani qayd etilgan, deydi Metibey. Endi savolimga kelsak, uning fikricha Qur'on haq kitob emasdi-ku. Agar Qur'on haq kitob bo'lmasa, unda Metibeyning aytishicha Muhammad sallallohu alayhi va sallam yolg'onchi. Xo'sh, odam o'z iddaosini quvvatlamoq uchun nega bir yolg'onchiga suyanadi? Men Injildan yordam olishim mumkin, chunki men Injilning o'zgarmagan jihatlariga ishonaman. Qolaversa, men Metibeyning to'g'ri bo'lgan tadqiqotlarini ham olishim mumkin, chunki men aqlning dahosini inkor etmayman. To'g'ri, kimdan kelsa kelsin uni tan olaman, lekin men Allohdan vahiy oldim deganida unga ishonmasdim. O'rinli so'zlari, tadqiqotlari bo'lsa-da tan olmasdim. Ammo faqat o'ziga oidligini bilganim uchun o'rinli mulohazalarni olaman. Alloh nomidan aytganida aslo bu gaplardan o'z e'tiqodimni quvvatlash uchun foydalanmasdim. Iso alayhissalom haqida Tavrotda hech narsa deyilmaganki, Muhammad uni Tavrotdan olgan desa. Xo'sh, unda bu odam yolg'onchining yolg'onni qanday qilib to'g'ri manba sifatida ko'rsatadi? Ya'ni yolg'onchi deb bilgan kishining so'zini demoqchiman. Muhandis Melihbey ortiq chidolmadi. Bu savollar haddan oshish emasmi? Biz bu yerga sizni eshitishga keldikmi yoki bu mutaassib xonimni eshitganimi? Tangrining qilgan ishlari muhokama etilmaydi. Tangri istasa Tur tog'iga tushadi, istasa chodirga. Muhokama qilinadigan ish emas bu. Filiz ustoz bosiqlik bilan shunday dedi. Meni gapirishimni istamagan janobga o'xshaganlar menga Haj surasining 8-oyatini eslatadi. Alloh azza va jalla bu oyatda shunday marhamat qiladi. Odamlardan Alloh haqida bilmasdan hidoyatga yoki nurli kitobga ega bo'lmasdan turib tortishadiganlari bor. Diqqat qilsak, kitoblari yo'q demayapti, nurli kitoblar yo'q deyapti. Bu oyat har qalay musulmon bo'lmaganlarning hammasi uchun aytilsa-da, mening hayolimga shu janobga o'xshaganlar keladi. Qarangda, Alloh turga tusharmish, chodirda o'tirarmish. Shu oyat bundaylarning haqqi bo'lmasdan
kimning haqqi bo'lsin? Men ilk bor tilga kirib so'radim. Sizningcha ahli kitob ham shu oyatga kiradimi? Albatta adashganlarning hammasi kiradi. Muso alayhissalomning qavmi iloh deya buzoqqa sig'indi. Yahudiylar Uzayr Allohning o'g'li deyishdi. Nasroniylar Iso Alloh va yoki Allohning o'g'lidir deyishdi. Men hech qaysisi Allohni o'z maqomiga loyiq ko'rmadi deyman. Allohni mudom inson ongi chegarasida tasavvur qildilar. Inson ongi esa katta deganda otani esladi. Alloh ota deyishdi. Erkaklarga Allohni o'g'li deyishdi. Alloh hayoldan ustundir. Hayolga kelgan narsa Alloh emas, lekin ayrim kimsalar buni bilishmadi. Allohni odam o'lchovida ko'rgani uchun biri Iso Alloh dedi, boshqasi Allohning qudratini odam kuchi kabi his qiladigan holga kelib, bandalariga so'ngsiz jannat va'da qilgani Allohning qudratiga nisbatan ular yer yuzidan ketgani yo'q, o'lganimizdan keyin shu dunyoga qaytishni aytishdi. Bu esa menimcha Allohning kuchini idrok etmaslikka kelib chiqadi. Yerdan 10 ming karra emas, 100 ming karra, hatto undan ham katta quyoshni, milliardlarcha yulduzlarni yaratgan Allohga boshqa dunyolarni yaratish qiyin bo'ladimi? Nega odamlarni yana shu dunyoga tiqishtirmoqchi bo'lishyapti? Qo'li qonga botgan diktatorlar qanday xudo istashadi? BTBning bu savoli o'rinli, lekin odamlar xudoning qandayligini o'zidan kelgan kitobdan o'rganmasdan o'z o'lchovlariga xos xudo istashadi. Shunday xudo bo'lsinki, mening ishlarimga aralashmasin deyishadi. Lekin Tangriga buyurtma berilmaydi. Shunday ekan, Allohning o'z qamrovimizda tasavvur qilmaylik. Yer milliard yillardan beri tegirmon toshidek bir tomondan ustiga odamni chiqaradi-da, keyin yana ostiga oladi. Bu charxpalakka o'xshagan dunyoga insonlarning kelib ketishi davom etadi. Shu milliardlab insonlarni nega yana yer yuziga chiqadi deysiz? Allohning qudrati yangi dunyolar yaratishga yetmaydimi? Aslida bularni aytishning ham hech hojati yo'q. Sizlar shunday e'tiqod qilasizlar. Buni qarangki, bizni g'azablantirish uchun tanqidlarni yog'dirasizlar. Biz yana shunday qilaveramiz. Zo'ravonlik va kamsitishsizlarsiz bir-birimizga da'vat qilamiz. Buni g'oyat oddiy sanaymiz. Mulohazalaringizdan kelib chiqib aytamanki, tavhid diniga kirish dunyoqarashni kengaytiradi va inson haqiqatga erishadi. Tavhid dini Qur'on va sunnatda bilinadi. Avval Allohning qudratini yana bir bor eslaylik. Hammamiz hayrat bilan eshitayotgandek, tarkan qotib qolgandek edi. Vera esa nihoyatda mamnun edi. Bizga qarab jilmayib so'radi. Choy ichasizlarmi? Balki biroz tinchlanib olardinglar. Tarkan onasiga jahl bilan qarar ekan, Filiz ustoz hech narsa bo'lmagandek davom etdi. Juda ko'p gapirib yubordim. Sizlar ham sabr bilan meni eshitdinglar. Minnatdorman. Agar ruxsat bersangiz, men ham bir kitobdan misollar o'qimoqchi edim. Bilmadim, ruxsat berasizlarmi? Ruxsat berildi. Bu orada Filiz ustoz sumkasidan iqtibos keltirish uchun oldindan belgilab qo'ygani Mustafo Islom Mo'g'ulning kitobini olib o'qishga tushdi. Nazariy, ijtimoiy, siyosiy kabi tavhid degan tasnif ham bor. Yozuvchisidan o'qiymiz. Kavni tavhid, yaralmishlarning birligi. Buni kosmik tavhid desa ham bo'ladi. Bu tavhid sharofati bilan neytron va proton asoslari atrofida aylanib atomni yuzaga keltiradi. Atomlar birlashib moddani vujudga keltiradi. Hujayralar birlashib to'qimalar birlashib insonni paydo qiladi. Moddalar birlashib yulduzlarni, yulduzlar birlashib quyosh tizimini, quyosh tizimlari birlashib galaktikalarni, galaktikalar birlashib sayyoralarni vujudga keltiradi. Bularning hammasi esa borliqni tashkil etadi. Undan nariyog'iga hanuzgacha aqlimiz ham, xayolimiz ham yetishmaydi. Kim biladi? Balki olamlar ham birlashib boshqa bir narsani vujudga keltirar. Shunday qilib bularning bari tobe bo'lgan umumiy qonunning nomi tavhid deyiladi. Bu muazzam kosmik jamlanmaga boshqa nima desa desin, islom buni tavhid deydi va islomga e'tiqod qiluvchilarni bu ulug' qonundan ibrat olishga chaqiradi.
Albatta osmonlar va yerning yaratilishida va kecha kunduzning almashinishida aql egalari uchun belgilari bor. Oliy Imron surasi 190-oyat. Dar haqiqat bu yerda aytilayotgan belgilar tavhidni isbotlaydigan belgilardir. Faqat katta odam bo'lgan koinotdan bu belgilar. Albatta unday emas. Bu belgilar meni borliq odamda ham bor va yer yuzida chuqur ishonuvchilar uchun belgilari bordir. Va o'zlaringizga ham yoki ko'rmayapsizlarmi? Zoriyot surasi 20-21-oyatlar. Alloh o'ziga yuklagan vazifani hech oqsatmasdan ado qilayotgan quyosh mukammal musulmondir. Chunki u muvahhid, chunki u o'z o'rnini va vazifasini bilib, o'rnida turishga, vazifasini benuqson ado etishga harakat qilyapti. Yer va boshqa sayyoralar ham shunday. Nuhga yordam bergan osmon, Ibrohimga yordam bergan olov, Musoga yordam bergan dengiz shu tavhid va hamjihatlik yo'lida yordam bergan. Ya'ni ongsiz muvaffahidlar ongli muvahhidlardan boshlariga tashvish tushganda yordamga oshiqqan. Chunki ulardan ham xuddi insondan olingandek